Bugun klinikamdan tashqarida ishlayotgan ikkita shunaqa mehrdaryo, ko'ngli ochiq, lekin imkoniyati cheklangan ikkita xodimni bugun sog'liq oldi, sal qilish oldi, xursand qilish maqsadida kichkinagina syurpriz tayyorladim va ularning muddati bilan bo'lishmoqchiman. Manda ishlashni boshlaganda men ruxsat berganman, что stoyankamizda juda ham ko'p mashinalar kirib chiqdi, ya'ni tez tibbiy yordamni yonida bo'lgani uchun juda ham katta tirbandlik egaligi uchun bularni ishga olganmiz va tekshiruvchilar kelib, har xil ularni endi dokumentlarini tekshira boshlashganda men har doim telefon qilib, bular meni odamlarim, bularga hech qanaqa pretenziyali bo'lish kerak emas, hammasini menga telefon qilinglar, nima gaplar bo'lsa deganman va har doim men bular ishidan juda ham mamnun bo'lganman. O'sha deganaqa bo'yicha bular meni tushunadi, eshitasizmi?